Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotuvdan uyimiz ko'pchilik so'ragan Berniy ko'chadagi 6 sotikli jil domlarda bo'ladi. 2 sotik ham chiqardik, bundan bo'lib endi 6 sotikka da navbat keldi. 6 sotikli uyimiz bilan tanishtiramiz. Adresimiz Berniy ko'chada joylashgan Abu Hayot mahalla Marjon buloq 4-uy bo'ladi. Ox kafening orqasi bo'ladi. Mo'ljal. 6 sotik razmerlari plani hammasi shu 6 sotiklar bilan bir xil. Garaji bu yoqda mana otizi, xalasangiz burchatkilab yasash qo'yib tashlaysiz. Orqaga bilan bir qator tanishtiramiz. Buna uyning shu salingani bo'yicha unda lishni hech narsa ishlanmagan. Remontlarida da bir qator mehr berish kerak. Orqaga da uyning ichida da bir qator remont talab bo'lib turibdi, lekin joylashuvi zo'r. Berniy ko'chada biradim, bu yoqda Kalsoyig'ida shahardan ham uncha uzoq emas, gaz svetning hech qanday muammosi yo'q. Sirtda kladovkasi, sirtqi hojatxonasi, orqasida pojarniy xod ko'chaga tushgan. Uyning ichi bilan tanishtiramiz. Sirtqi balkonlari shu TK5 ham 6 sotiklardagidek sirtqi balkonida bor. Bu yerda kotolxonasi. Uyning kirish qismi, kirgan yeri обычный koridor, hol. Buradan xonalarga bo'linadi. Bu yoq zal, bu yoq kuxnyasi. Aytganimizdek, remontini bir qator mehr berib berish kerak. Gaz plitasi bor, aristoni bor, atak kuxnya mebellar qo'yilmagan, kuxnya mebellarga bir ishlab ketish kerak. Burga pol dispo bo'ladi, disposini olib polga olgan ekan burga. Pollaridan hech nesi yo'q. Atak remontning o'zini bir qator e'tibor bersanglar. Bu yoqdan zalning ham sostenasi. Bir xil hammeri обычный shu rang berilib turibdi. Zalning ham razmerlari zo'r. Xalasangiz mana neni balkonda yo'qotib berib, aynag'ini zalda kattatirsangiz ham bo'ladi. Urganch yo'lda onda ham variantini chiqardik, zaldim katta bo'ladi ekan, shunchalik bo'lib turadi ekan. Bu yoqda yana ikkinchi zalimiz bo'ladi. Ikkinchi zal. Buradan ikki mehmonxona, ikki spalni etib foydalansangiz bo'ladi. Atak ikki spalning razmeri ham kichkina emas, zo'r. Aynasi ko'chaga qaragan hammasi. Akfa aynalar. Ko'chalari asfalt etilgan, zo'r. Yo'lga da uzoq emas. Bu yoqda mana ikkinchi spalniya xonasi. Ikkinchi spalniyasi kattaroq. Joyning общий xonasi, 2 zal, 2 spalniya. Bu aynada kuxnyasi, vanna sanuzeli отдельный. Bu yoqda hojatxonasi, bu yoqda vannasi. Mana buradan ham remontlardan bir qator e'tibor berilaversa, uy zo'r joylashgan, lokatsiyasi, gaz sveti bor, hech muammosi yo'q. Uyimiz bilan ko'rib tanishdilar. Yer maydoni 6 sotik, ko'cha asfaltlangan, Kalsoyga yetmay Berniy ko'chadan kelsangiz, Hamid aka zapravkasidan o'tgandan keyin 6 sotikli jildonlarning 2-3 ko'chasida joylashgan bo'ladi. Uglovoyning bu yog'indagi joy, bu yoqda yanında Ox kafening orqa tarafi stadionning yana bo'ladi, yon tarafi bo'ladi. Tushunmaganlarga ko'rajaqlarga ko'rsatamiz, hech muammosi yo'q. Tak, bahasini kelgan bo'lsak, bahasi 47 ming dollar aytilyapti. O'zida hech qanday kreditlar yo'q, prima atingizga o'tadi. Bahasi ustida kelishlarda agar kelib joy ko'rib yag'atan bo'lsa, elar bilan savdolashib, xudo xolasa bahasidan qaytish bo'ladi. Ikkilamchi kreditga olaman deganlarga da ikkilamchi kreditga da chiqarib olsangiz bo'ladi, hech qanday muammosi yo'q. Agar qiynalsangiz yordam beramiz, tushunmagan narsalaringizga, bilmagan narsangiz bo'lsa, xudo xolasa ikkilamchi kreditga chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Bizlardan uzoqlashmang, sizlar bilan men Karim Chanoch. Sizlarga shunday yaxshi ishlar chiqarishda davom etamiz.